Dilimni rengini gül bilse bo'ldi. Dilingni rengini gül bilse bo'ldi. Meni kimligimni el bilse bo'ldi. Sen o ya da oyna, uzağa da oyna. O ya da oyna. Var aşağı var oyna. Alis yıldızlarga selam aytmaram. Nalishimni qancha yil bilsa bo'ldi. To'xta. Dunyoning eng yaxshi odamlaridan, ko'ngli toza odamlardan bittasi mana shu odam. Qarsak chalinglar. Yana chalinglar shu odamga bitta qarsak. Usharga har qushdan par so'ramadim. Voydo. Ucharga har qushdan par so'ramadim. Parvozlar hadisin dil bilsa bo'ldi. Cehalet mikrobun taşın öpmedim. Cehalet mikrobun taşın öpmedim. O'shal bag'ri toshim til bilsa bo'ldi. Dilingni rengini gül bilsa bo'ldi. Dilingni rengini gül bilsa bo'ldi. Seni kimligini el bilsen oldu. Aman böyleler, aman böyleler. Ay, berak gel. Aslında biz ortaga chiqib qoldik. Bunga bitta qarsak chop qo'yaylik. Bahora yomg'ir.
Yiğitlikning avonidir. Getir savqi şarabina, mekin işrat zamanidir. Yehisa azari na leşaylidir Yehsani çaman şehresidir ervanidir. Yanasay çamanı nakaş güller, nakaş güller. Eğer kimsenin nakaş gerek imtihanidir, bahar ayyamıdır yiğitliğin avani. Yüzüne ser hayatım gül. Aşırı yok ya. Yaşlı gelen. Hani kudalar Elhamdülillah alemin ala ahbatil mutlaqin ve salatu ve selamu ala şerefi seyyidina mursalin. Rabbi şirah li sadri asir emri uhdufahum ledine hayal ve iman ve islam vel cennet ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat hürmetli erzak, hürmetli kudalar, kimin kadim ve dünya olsun, bunun altıcan ukamızı, hocamızı, kaçta bir tantanan toy, kızlarının nikahları baş koşup otururuz inşallah. Allah Teala yaşlarının koşkuna hoşa kalıp, sevdalı serpazan olsun, kudarik miyilik olsun, şivari yüzyeliklik olsun diye Allah Teala yaşlı zürriyata nasip etsin. Albatta muhterem cemaat-i Müslümin, Müslümanlığı ve yekemane bir çay içtiler, tanı aldılar, razgına tanı aldılar, birbirine tanış aldılar. Şimdi birazgına Allah Teala'nın buyruğunu Amr ma'ruf nahy munkar deganda Allohning farzini bajarishda ham qarz ham farz deydi. Qayerda bo'lmasinki, to'ymi, marosimmi, ikkita odam bir-bilan uchrashgan yerda sahobalar bunday ekan, salomlashgandan keyin bir-biriga asl so'ralab qo'yadi. Va asli inna insona fi husr deb bir-biri shuni so'raydi. Qaytayotganda ham shunday ekan. Sababi ad-dinu nasihatun deydi. Din nasihat o'qishi. Sababi mana dinimiz 1447-yilga kelib o'tiribmiz. 1 minutga 1 sekund to'xtamagan to'xtamaydi. Shariat shuni aytadi.
bizni Alloh taolo bergan kalom Qur'oni Karim. Bu Qur'oni Karim faqat o'lgan yerda, mozorda yoki bir yerda o'tirishi faqat bilan emas. Qur'on bizning hayotimiz, bizning konstitutsiyamiz, bizning umrimiz, bizning kelajagimiz, oxirgi o'tgan gunohlarimiz, oldingi hayotimizni hammasi yozib ketgan. Shuning uchun Qur'on deganda 3 qismga bo'lgan sababi birinchi tavhid, Alloh taoloning ism sifati, 99 sifati bor. Mana qarab o'tib inshaalloh ana 100-sifat ham topadi. Ikkinchi tarix o'tgan payg'ambar tarixidir. Mana shu tarix deganda mana ham sunnat amaldan keladiki, odam Safiyulloh Muhammad boshlig'ida ana shu halol juft. Alloh taolo 18 odamni yaratdi. Hammasini juft yaratdi. Osmonga yerni yaratdi. Kunga oyni yaratdi. Kunga kunni yaratdi. Erkakka ayolni yaratdi. Shuning uchun hamda erkakka ayolni yaratdi-yu, erkakka ayolni omonat deb qo'ydi. Omonatga xiyonat qilib qo'ymaylik muhtaram jamoatimiz. Hammaga erkak zimmadorlar. Ana shu ayol deganda hozir aytamizki, mana ko'p yerda eshitdik, bilamizki, ayol qovurg'adan qildi. Nega boshdan olmadi, tizzaldan olmadi, tovondan olmadi shu. Alloh qovurg'adan oldi, yuragi tagidan oldi. Ana shunga muomala qilgan bo'lsa, erkak kishi ayolning mehr muhabbati qattiq bo'lsa, hayot shirin o'tadi. Hamda izzat hurmat shunda bo'ladi. Nega degan xonadonda fayz bo'lmasa, baraka bo'lmasa, ayolman totuvlik bo'lmasa, ertaga bu odamda obro'yi bo'lmaydi. Xalq ichida yurtchi ham bo'lmaydi. Shuning uchun jamoatimiz muslimin biz anasi bergan omonatga xiyonat qilmaylik. Mana Alloh nasib etsa, qizimiz Olmaotaga boradi. İnşallah. Şeytan mana Olmaotadan kelgan mehmonlarimiz kelib o'tirishdi. Xudomiz inshaalloh Xudoy xohlasa miyli bo'lsin. Endi muhtaram jamoat, ikkinchi, uchinchi shariat deydi. Shariat mana shu hayotimiz, yurishimiz, turishimiz, yeyishimiz, ichishimiz, mana yotishimiz, turishimiz hammasi shariatga bog'liq. Mana yurish odam qaraydi, dinimizda qanday Alloh taolo berib qo'ygan dinni nasolmaydi. Dinimizda qanday odamni tug'ishi haq bilan bo'ladi. Mana dunyo keldimi, domlani chaqiradi, Alloh aytadi, qamoq tushiradi, ularga ism qo'yadi, otaning vazifasi xatna qiladi, aqiqa qiladi. Aynaki uylanganlar ilm beradi, bilim beradi. Aynaki bu qiz va o'g'ilma vaqt kelsa joylashib keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlar borki, 5 ta narsa borki, shoshilinglar. Qolganiga shoshilmaydi. Qaysi narsa? Avvalambor birinchi vaqt namozga shoshiling dedi. Namoz o'qimagan peshonasi bo'shmasin. Namozga shu namozdan afzal hech narsa yo'q bu dunyoda. Namozdan ham yerimizga yaqin ham narsa yo'q. Ikkinchi bor tavbaga, istig'forga shoshilinglar. Biz tilimizdan tutib qolamiz, so'zimizdan, yurganimizdan g'iybat, fitna qilamiz, ana shu gunoh qo'yamiz. Hattoki ko'z bilan qarab qo'yamiz, o'yin katta gunoh. Quloqni eshitmay qarab turib, istig'for etib gunohdan kechirim so'radik. O'shancha Alloh kuni nafsida qilmasin, har bir jonzot o'lim sababati. Olamdan bu kelish bor, ketish ham bor. Dunyoda o'tdimi, uni ushlamasdan tez yo'l kapalab davi keldi. Endi to'rtinchi, mana qizmi, o'g'ilmi, joyi chiqdi, vaqt keldimi, turmushga berib uylantiradi. Hali bolam uyim bitmadi, hali qarzi bor, krediti bor, yo'q. Vaqt keldi uylantirib qo'yish kerak. Endi qaytib qoladi. Mana mahallamizda bor 60-70 chiqqan yigitlar uylanmagan. 50-40 chiqqan qizlar bor. Turmushga chiqmagan. Sabab vaqtida bo'lmadi. Endi uylanmaydi, bu kimga kerak bu chol? Shuning uchun ana shu vaqt kelib, endi uylantirib berishdi. Beshinchisi, ana orqa xo'ja qilayotganday, uyga mehmon keldi, hamma ish tashlab mehmon kutib. Ana bu bizning dinimizda. Qarang, boshqalar qarang. Borga keldi, mehmonga keldi, siz o'zini olib boradiringizga. Mehmon kelib, el-xon chiqib ketadi bolalarga. Qo'y bilan bolalar nomga kirdi, chiqib ketadi. Bizchi ishimizni tashlaymiz-da, kuyib ketib, uyga kelib mehmonni kutib olamiz. Eng yaxshi narsa qilamiz. Xuddi shunga o'xshagan ana shu shariatda shunday. Hamma shariat deganda biz shariatsiz turib qolmaymiz. Alloh rahmat etsin, joylar jannatda o'tib ketgan ota-bobolarimizni, ana ozod-ozodlarimiz, oilalarimizni, payg'ambarimizni hayotlarida davomida qanday bo'lgan? Bironta odam aytadi, shariat nima yo'q. Shariat bu paytlarda
eski mana hozir muftiyat O'zbekiston Aziya o'rtasida Qozog'istonning muftiyati O'zbekiston Toshkentda edi. Butun o'rtasiga qaradi. Chetda muftiy hazratlar, chetdan yuboradi, imomlar yuboradi. Qirg'izistonga, O'zbekistonga, yana chetda shunda bir paytlarda Qirg'izistonda o'sha shaharda bir imom olam o'tadi. Olam o'tgandan keyin muftiy Ziyo Buxorni naib imomlarga aytadi, qarang shogird, siz borib ashirda o'shda domlab o'tiring. Mana yoshim kelib qoldi. Man qanday qilib borib turing, bir odam topilsa o'rningizga yuboramiz. U odam doimo amr va nahy qilgan, Allohning farzini bajartirgan. Kelgandan keyin o'sha shaharda va'z etgan, to'ylarda va'z etgan, ma'ruza va'z etgan, shunda sovet paytimiz, shunda shahar hokimi, Go'ris hokimi chaqirganda aytgan, tafsirga aytgan ismlaringizni turib, sizda qo'l qilib yozing. Hech qanaqa va'z bo'lmaydi. Xudo yo'q dedi. Kommunistik anavi bo'lganda, bo'lmasam to'xtating va'zni. Navoda yorib bilan bir yerdan amr qilgan bo'lsa, biz qamab yuboramiz. To'xtat yozgan, bergan, xo'p, podpis qilgan, u odam to'xtagan. Biroz vaqt o'tmasa Alloh taolo qanday qilarni? Hokimni Go'ris hokim xotini o'lib qoldi. Janoza chiqaradi, 40 kun chiqaradi, buni 40 yillik cho'g'da yuradi, hokim boshqa siz endi yigit odamga 3 kilo odam azod edi. Uylaning, joylaning, yo'q uylanmayman deb turadi. Shunday aytadigan qadar domlaga siz ayting bu narsani. Ma'lum o'tda 40 yil bo'lyapti. Demak aytadi, ma'lum ruxsat berilmagan. Bu to'xtatib qo'yapti tinni. Yo'q qiling keladi xohmaydi, yo'q mayli, men ruxsat beryapman. Bo'lmasam nima demak aytdi. Sizni uylanib, chiqib aytsam, Alloh sanaysiz. Qiynalmang, bitta qizingiz bor. Bitta qizingizni o'zingizga oling, bitta qizni o'g'lingizga bering. Shu bilan davom eding. Nima bu jumla bo'ldingiz, domla? Ha, shunaqami? Dinimiz mana shundan qaytaradi. Muhtaram jamoat, yigitlar, yaxshi bilib qo'yinglar. Dinimiz to'g'ri yo'lda boradi. Dinsizlik ana shu yo'lda boradi. Qizini oladi, qizini o'g'liga beradi. Shundan keyin boshqa hokim aytganlarga tafsir, men adashdim. Dinimizda aslida tushuntiradigan shariat yo'llar bor. Nikoh ta'minimi bor. Tahorat ta'minimi bor. Namoz dinimi bor. Amr ma'ruf nahy munkar Alloh taoloning buyurgan farz. Ana shunday aytganga yo'q bo'ldi, bundan boshqa namazga ruxsat. Ana shu qaytdi bo'lmasinki, va'z etinglar. Jamoatimiz biz musulmonlar bir-birini ogohlantiramiz. Nega? Harom yemanglar, halol yenglar, haromga bormanglar, zino qilmanglar, o'g'irlik qilmanglar, fitna g'iybat qilmanglar. Dinimiz shunday chaqiradi. Falaytkim 1947 yil bo'ldi, hijriy to'xtamaydi ham. Bilmaganlar bilganlardan so'rasin deydi. Bilmayman deb yurmanglar. Namoz farzmi? O'qish kerak. Nikoh kecha o'qiyotgan nikohda nima bilsaymiz? Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Qanday dalillaysiz? La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Eshikni taqillatdik, Allohning eshigini taqillatdik. Ayindichi. Endi kirishga kerakmi? Ruxsat Alloh eshikni ochdi. Voyga keldi bir odam keladi, eshikni taqillatadi. Eshikni ochsak, u bo'lib ketib qolsa. Aytasiz, mana salomat, qanday odam deydi. Alloh taolo ham shunday dedi. Kalima keltirdingmi? Bo'ldi, Alloh taoladan iymon keltirib, iymon, namoz, zakot, ro'za, haj. Farz ayn. Bu buyruq. Alloh undan hech qanaqa bo'lmaymiz. Mana hali vaqt kelmadi, men hali yerga chiqay, 40 ga chiqay, ana qilay, bunaqa bo'lmaydi. Ikkita og'ayni, bittasi domlaga, bittasi qo'shniga, domlalar namozga ketadi, eshikka yurib, tafsir namozga o'qiydi. Domla ham yaqin orada mana shu oy oxirida 40 ga to'laman. 40 ga to'lgandan keyin bitta katta bir tantanali reja qilaman. Ertasiga sinov birgalikda namozga boraman. Shundan vaqt o'tmasan keyin 40 kunga yetishdi, hatto to'y bo'ldi, 40 yoshim to'ldi, kechasi namoz qilyapman bo'lsa, shunga kirdi, ana uyga suvda oqib ketdi. O'ylab ketsa eshik taqlatyapti. Qo'shni chaqirdi,
xotin kishi yig'lab turibdi, qo'shinni berib qo'ydik, ozonga jon berib qo'ydi. Bugun 40 ga to'ldi, jon berib qo'ydi. Ana endi qani borgan. Vaqti g'anima jamoatimiz. Vaqti sotilmaydi. Vaqtini biz qadrini bilish kerakmizki. 5 tanasini qadrini biladi. Payg'ambar qaysi vaqt? O'ylab kelmasa tiligini g'animat biladi. Kasallik kelmasa sog'liq g'animat biladi. Qarnlik kelmasa yoshi g'animat biladi. Bo'sh vaqtini ketmasi o'zi qamoqda bo'sh vaqt g'animat. Asli qashshoqlik qadar kelmasa boylikni g'animat biladi. Ana shu g'animat mana sizning bilan yurishimiz, turishimiz, mana to'y shu mana 500 kilometr kelib, mana jetda nasibasiga qo'shgan ekan, Rossiyada qo'shgan ekan, mana to'y qilib o'tiribmiz inshaalloh. Endi jamoatimiz muslimin mana shunday yig'ilishlar Xudo xolasa masjid madrasalarda bo'lsin. Allohga ming bor shukr. Alloh bizga keng mamlakat berib qo'ydi. Odil poshta berib qo'ydi. Ertaga poshtaning bo'yidan soqib bo'ldi. Onlarga masjid ochib qo'ydim dedi. Shaharimizda 40 dan oshiq masjid bor. Bitta masjid bor, avliyo masjid. 40 ta masjid. 40 ta masjidda yarimdan ko'p juma namozi o'qiladi. Bir 30 ta 38 masjid juma namozi o'qiladi. Qolgan endi muomala namozi kelsa, aytsa haqiqat 4 ta 5 odam masjidda turadi. Bomdodga kelmagan, xuftonga kelmagan qanday bo'ladi? Allohning rizq bo'layotgan vaqtda hammasi aqlli bo'lsa nima bo'ladi? Yahudiylar, Yevreylar bilar dinimizni. Ular dinimizni dindan ko'p narsani olgan. Ular tong otganda hali kun chiqmay bolan chaqaloqni o'rgatib boradi. Yig'lab yotsin dedi. Rizq bo'lmayotganda rizq qolmasin dedi. Oxirida davom etamanki, bitta Yahudi musulmondan yo'qda musulmon Yahudi so'rabdi. Qanday shun darajaga yetdi? Boyislar, vadovlatlar, ilmsizlar, borliqlar, birliklar, ittifoqlar, yuz tarqab ketganlar, ammo bir odam chaqirib uchib kelasizlar deganda, biz dedi, bola kishini tug'ilgandan keyin ilmga o'rgatamiz. O'qitamiz uni. Ikkinchi bolani savdo sotiqqa o'rgatamiz. Uchinchi intifoqimizdir. Bironta odam bitta narsa bo'lsa, hammamiz yig'lamiz. Ammo buni dedi, Yahudi kimdan oldi? Sizlarni payg'ambarlardan oldi. Payg'ambar bizga sizlar shuni buyurdi, sizlar qilmayapsizlar. Biz qilyapmiz. Qarang, Yahudilar yerni bosib ketgani bitta odam borasa o'zi uchib keladi. Amerikadan uchib keladi, Aziyadan uchib keladi. Ana ular ittifoq bor, ittifoq. Biz musulmon dinimizni o'zimiz hali tushunmay yuribmiz. Bizga shunga bergan ne'matni tushunmay turibmiz. Bizga bergan Allohga bergan mana ulug' ne'mat deganda islom ne'mati nimaligini bilmayapmiz. Hammani bizga Allohga chaynab og'zimizga solib qo'ydi Payg'ambar. Yutamay yuribmiz. Yutish kerak, bilish kerak, shariatda yurish kerak. Ertaga mana kechagi Alloh aytdi-ku, halol bor, harom bor. Bu ilmda amasa nikohda katta ilmi bor. Anita odam aytsa, bolani erkak bilan ayol qo'shilsa, bola tutuq tutiladi. Ana turib suyib, bol qilmaylar deydi. Ana sen juma namozi o'qiyotganda ish qilsa harom bo'ladi. Shuncha jamoatimiz Alloh taolo haromdan uzoqlashtirsin, halolga yaqinlashtirsin inshaalloh. Yoshlarni qo'shilma qo'shaqarsin, qulaylik yili bo'lsin. Inshaalloh qizimiz inshaalloh iymoniga e'tiqodi bo'lsin. Doyaga qizimizga Alloh tili shirin bo'lsin, yuzi issiq bo'lsin, yoqimli bo'lib deganlar qo'shilma qo'shadi.
hayırsanımızda devam etip kaldı. Endi şeriat bo'yicha hozir aytganday bir tilovatini o'qiladi, xalqqa o'tiribdi, mana orqaga o'tiribdilar. Dilshod mana masjid imomi o'tiribdi, duo qiladilar. Xudolarga mana akamiz yoshlarga duo qiladi. Eng dasturxon mayda bir o'zini mahallamni duo qilamiz. Rozi bo'ling. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين ورحمة الله وبركاته على رسولنا محمد وعلى صاحب الطعام والآكلين. اللهم اجعل نعمتنا دائما وأولادنا عالما ولا تسلط علينا ظالما. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا شافع يا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah'ım Teala şu yaşlarımızdan niyet kalp ve sözünün yıkalarını Allah'ımızdan razı ol. Peygamber sallallahu sünnet amal kılın yaşmanın, amal kılın ayrılan kadarını kıl. Ata anasının razılığından ayrılan kadarını kıl. Bu dünyada Allah'tan evletimizge salih uzmaklarına getiren ayrılan kadarını olsun. Edemden olsa ve dünyanın muhtarlarımız gençlik rahım yerimini ve Allah'ımızdan da muhtar olan şikirlerini yakşı nasip Allah. Bu kudalarımızda 10 yıllık yolun, 100 yıllık olan Allah'tan her bir yakşı günlerimizde başımıza nasipsin Allah'ım. Rabbena atina fid dunya hasene ve ahiretsine ve aynı zadeler ve rahmetike erhamar rahimin. Amin Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين. بأفتخر يا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yegingi ishlangan shunday shirin taomlarni pishirgan oshpazlarga katta rahmat. Dasturxonimiz oshimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz oshimiz. Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين.